Assalomu alaykum hurmatli davlatimiz kattalari, yuqori tashkilotda turuvchilar. Samarqand viloyati Payariq tumanidan murojaat qilyapmiz. Bu svetimiz hali kunlar sovumay turib, sovuq tushmasdan bizda Samarqand viloyatida tumanlarga cheklov kiritilibdi. Nima bala bo'lsa qishloqqa ekan, tumanga ekan. Hozir mana shu bilan ovqat yeyishimiz kerak, mana ovqat choy ichishimiz kerak, qorong'ida o'tiribmiz. Bir 2-3 kundan beri mana shu ahvol. Chelak elektrosetiga chiqib so'rasak, 110 o'chgan deydi. Cheklov kiritilgan deb turib, navbatchi cheklov kiritilgan desa, dispetcherlar boshlig'i, elektroset boshlig'i Bekmurod degan yigit 110 o'chgan deydi. Boshqa viloyatdan bitta yarimdan kattalardan so'rasak, biz cheklov kiritmaganmiz deydi. Kimga ishonishni ham bilmay qoldik. Dispetcherga chiqsam, bir yerda remont bo'lyapti, sim uzilgan, ulaveraylik deydi. Viloyatdan Shohruh degan yigit bor ekan, unga chiqsak, ulam svet uzilgan, shuni ulayapti simni deydi. Dispetcherga chiqsak, 110 o'chgan deydi. Bekmurod degan boshligiga chiqsak, Chelak Payariqda elektrosetiga, aka 110 o'chuvdi, 5 minut bo'ldi, yoqada svetingiz yonmadimi deb mendan so'rayapti. O'chganiga ham mana 40 minutdan oshayapti. Cheklov kiritilgan deb turin, endi o'zlaricha hammasi bir-biriga gapi to'g'ri kelmayapti. Xalqni nima qilish kerak endi? Xalqni bu kech bo'lganda shuytib choy pillasiga svetini o'chirib qo'yib, xalqni qiynash yaxshi narsami endi? Mana energetika vazirliklari meni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bu Samarqand viloyat-ku, bu yerda respublika emas-ku, viloyat-ku, отдельно cheklov kiritiladi. Bironta bir televideniyada yo bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda svetga cheklov kiritildi deb eshitmadik, elektr energiyasiga. Mana shu ahvol mana. Bir-birining gapi bir-biriga gapi to'g'ri kelmayapti. Mana Eldor degan yigit bor, viloyat energetika boshlig'i. O kursiga tormashib qolganmi o yigit? O kursini yaxshi ko'rami? Xalqqa umuman javob bermaydi. Xalq bilan xalqni telefonni ko'tarmaydi. Prezidentimiz nima dedi? Muqobil svet xalqqa barqaror svet yetkazib beringlar. Viloyat hokimi aytayapti, yig'ilish qilib turing, xalqning svetini barqarorlashtiringlar, o'chirmanglar deb. Qurib xo'jam ko'rsimganmi barisi? Bo'ldimi? Qur'oni shu televideniyega chiqishga yo bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarga chiqib shu yolg'on xabarmi bu? Viloyat hokimining prezidentimiz aytgan gaplari bu. Bular bitib turib bu davlatga bo'ysunmasa, oyog'i yerdan uzilgan deb aytadi-ku prezidentimiz. Bularning oyog'i yerdan uzilib bo'lgan, g'o'ddaygan bular. O'sha kursida o'tirib turib, o'zicha xudoy bo'lib ketgan. Xalq bilan ishi yo'q, xalqning dardi bilan ishi yo'q. Xalq nima qilyapti, nimaga qiynalyapti, nima deb o'chiramiz kechqurun svetni, nima deb cheklov kiritamiz, hali bu yerda animal sovuq bo'lmasa, aytgan sovuqqa yetib bormagan bo'lsak, yo o'sha svetni sotib bergan bo'lsalaring, bu yerda kichik korxonalarga, o'sha kichkina korxonalardan o'ndiringlar limitini. Xalqni, qishloqni, tumanda xalqni mo'yniga urmanglar. Xalq pulini to'lab yoqib yotdi. Har kunni to'lab sveti to'lab o'lsa sveti o'chadi. Nima haqqi bor to'lab qo'ygan puliga endi xalqning svetini o'chirib qo'yishga bulardi? O'zlarining kistasiga kirgan pulni o'zlari biladi. Qayerga nima qilgan bo'lsa. Endi xalqning mo'yniga urish kerakmi kelgan kamomatni? Xalqda kamomat yo'q, xalq shu 100% uchuvchiga pulini solayapti, tugasa sveti o'chadi. Yana borib solib keladi, yana ishlatadi. O'rtoq prezident, iltimos qilib qolamiz, shu o'zingiz bir nazoratga olsangiz, elektr energiya vazirligidan iltimos qilamiz. Viloyat hokimidan iltimos qilamiz. Kimdir nazorat qilish kerak-ku, bu o'zingiz aytasiz, o'rtoq prezident, g'o'ddayganlar, g'o'ddayib ketdimi bular toza? Kim o'tkazib qo'ygan bularga bu kursiga? Shu xalq o'tkazib qo'ymaganmi? Xalq bor, shular bor. Shuni orqasidan nonyapti, oylik olyapti. Xalq uchun ishlayaptimi? Nima uchun telefonni ko'tarib javob berishni xohlamaydi?
Şu devletimiz kattalardan iltimosimiz şu, bizni svetimizni şu o'chmaydigan qilib turin, şu O'zbekiston Respublikasida nima qonun bo'lsa shunga to'g'ri rioya qiliq. Samarqand viloyati adliyani, Andijon adliyani, Namangan adliyani emas-ku, bitta qonun bitta chiqadi. Cheklov kiritilsa hamma joyga kiritiladi. Şu iltimos qilib qolardik, şu nazoratga olib turing, şu amaliy yordam beringizlar bizga. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.